Bu kir urish, narx-navo, полный obzor ko'rasizlar mana. Narxni oxirida yozib qo'yamiz. Kir urishlik anaqa ikkita xonalar chiqadi, 75 gradus ham 72 gradus. Bu xona qanaqa xona desanglar? Turistlarga yotiladigan xona bo'ladi. Bu yerdan chiqib mana bu yerdan 12-6 gradusli muzli xonaga kirasizlar. Bu o'sha muzli xonasi mana. Bunaqa joylarda yotishar ekan. Tutubali keyin odamlar. Mana polni zona. Bunaqa sportli zallar ham bor ekan. Bu yerda anaqa ichida o'zini food court ham bor, mashallah. Aql suvi, ovqat, pishirishlar endi bu halol emas. Afshak ovqatlar. Bu food court. Mana sleeping roomlar ham mavjud ekan.